Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizda kraskalar, emotsiya shunga o'xshagan suyuqliklarni sepishga mo'ljallangan apparatlarimizdan mavjud. Hozir bu apparatlarimizni bir boshdan video obzorini qilib, tushuntirib, tanishtirib o'tamiz akalar. Oldinda ko'rib turgan uchala apparatlaring releli varianti bo'ladi. Pistoletini bossalaring motori ham avtomatik ishlaydi. Qo'yib yuborsalaring o'chish xususiyatiga ega bo'ladi. Toklarni tejashga mo'ljallangan bo'ladi. Orqada ko'rib turganlaring esa releli varianti emas. Bular uchalasi releli bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Kichkinasi 1600 vattli bo'ladi. Datchiklari ham o'zida bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol narxlarini bilib video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bu kattalari esa 2800 vattli bo'ladi. Datchiklari ham tabloda ko'rsatadi. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol bular ham mustahkam o'sha kraska, lak, emotsiya sepishga mo'ljallangan apparatlarimizdan bo'ladi. Bu apparatlarimiz esa 5500 vattli, motori ham bularga qaraganda sal kuchliroq, 4 litrgacha bo'lgan kraska, lak, emotsiyalarni sepib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Bularimiz esa 4 litrgacha bular ham sepib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Bularimiz minutiga 3 litrdan bo'lgan emotsiya, lak, shunga o'xshagan suyuqliklarni sepishga mo'ljallangan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qolgan kraska, lak sepadigan apparatlarimizdan ham mavjud. Bu tomonda shpaglovka sepadigan apparatlarimizdan ham mavjud. 2800 vatt quvvatga ega bo'lgan kraska, shpaglovka sepadigan apparatimiz. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Manzil Qo'qon Navoiy masjid Madina svetoforini yonginasida joylashgan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma bersalaring ham bo'ladi. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. E'tiborlaring uchun rahmat.